Heyo, sizlar bilan Onit Forever. Bugungi videomizda O'zbekistonning ikkinchi qismini chiqardik. Jahon chempionati O'zbekistonning birinchi qismini chiqargandik. Unda birdan 8 finaldan o'tgan edik. Endi kelgan joydan shuni davom ettiramiz. Bu videoni men yana ikki qism qo'shmoqchiman. Shuning uchun menga oldindan obuna, like, komment yozishlaringizni xohlayman. Hozir FC Mobile o'yiniga kirib olamiz. FC Mobile o'yiniga kiryapmiz hozir. Kelgan joydan davom ettiramiz buni. FC Mobile o'yiniga kirsin hozir. O'tgan videomizda biz Gollandiya, ya'ni Niderlandiyani yutib chiqqandik. 1-8 finalda. Adashmasam 1-4 finalga kelganmiz biz. Hozir qaraymiz hamda biz adashmasam Angliya bilan tushgan edik. Angliya bilan hozir o'yinimizni o'tkazamiz. Keyin esa qaraymiz, keyingi qismlarni ham chiqaramiz. Bugungi Angliyaga qarshi o'yin juda qiyin bo'lishi aniq. Angliyaning tarkibi juda kuchli, ammo men bir hayron qolgan lahzam Trent, Palmer kabi super yulduzlarni olib bormaganligi meni hayratga solmoqda. Angliya juda kuchli terma jamoa bilamiz, ammo anchadan beri jahon chempionatini yuta olmayapti. Oxirgi amaldagi chempion bu hamma biladi. Bu men yoqtirgan Lionel Messining jamoasi, ya'ni Argentina edi. Sizlardan iltimosim shuki, mendagi bo'ladigan o'sha ovozda muammo, qanaqa muammo bo'lsa, o'sha kommentga yozinglar. Sizlardan iltimos 10 ta obuna, 10 ta like, 10 ta komment yozishlaringizni xohlayman. Va bu videolarimiz ham topga chiqishga harakat qilamiz va O'zbekiston keyingi qismlarini ham chiqarishga harakat qilamiz. Birgalikda hammasiga erishamiz. Jahon chempionatiga kirib oldik. Mana kelgan joyimiz Angliya bilan tushgan ekanmiz, Fransiya bilan Braziliya tushgan ekan, Ispaniya, Marokash. Hozir biz yutsak Senegal, Portugaliya g'olibi bilan o'ynar ekanmiz. Katta ehtimol Portugaliya bilan o'ynasak kerak. Biz Ronaldoga qarshi qani o'ynab ko'ramiz. Ronaldoga qarshi o'ynashdan oldin mana shu qismdan o'tib olishimiz kerak, ya'ni Angliya to'sig'idan. Angliya ham kuchli terma jamoa, hamma biladi buni. Amaldagi Yevro finalchisi hisoblanadi. Yevro finalchisi va hamda bu finalda Ispaniyaga qarshi o'ynagandi va ispanlar qanaqa g'alaba qilganini hamma ko'rgan. O'sha Nico Williams, Lamine Yamalning portlagan o'yini edi. Oxirida o'sha Mikel Oyarzabal super gol urib ketgandi. Angliya terma jamoasi ham anchagina kuchli jamoa, buni qarang. Tarkibidan ma'lum bo'lib turibdi. Shomurodov o'yinni boshladi. Fayzullayev, Top Nasrullayevda, Shomurodov, Amrobekov, Alijonov, Hamrobekovda to'p. Hamrobekov Shomurodovga, Shomurod to'pni oldirib qo'ymoqda. Rois olib qo'yadimi to'pni? Yo'q, olish qiyin bo'ldi. To'p Andersonda, Patkat, zo'r o'tib ketdi. Anderson tan olish kerak. Bu vaziyatda to'p Raisda, Rais, Bellingham, keyin nisbatan qoida buzilgandi. Jarima zarbasi beriladi, Saka zarba yo'llaydi. Uzatma, bu yerda Husanovga to'p tegdi. U burchak to'pi bermasa, yo'q, burchak to'pi ekansizlar. Husanovga to'p tegibdi. Elik vaziyatda ko'ringanda to'pni qaytarib yuboryapti. Hamrobekov qochib keta oladimi? Qani Hamrobekov pas beryapti. To'pni Urunovga uzatyapti. Urunov xato pas. Shuni to'g'rilab bersaydi, Fayzullayev birga bir ketarmidi? Iloji boricha harakat qilardi ham qochishga harakat qilardi ham. Raisda to'p, Rais super zarbasi bor, oldindan to'sish kerakmini? Hamrobekov qaytardi. Nima bo'ldi bu yerda? Hozir jarima zarba bersa bo'ldi. Yo'q, bizda ekan to'p, bizning futbolchimizga nisbatan qoida buzilgan ekan. Alijonovda to'p, Shukurov, Urunov. Bu yerda chempion qilmaguncha qo'ymayman. O'zbekiston palibom g'alaba, palibom chempion qilishga harakat qilaman. Bu turnirda O'zbekiston terma jamoasini birinchi marta 34 yil deganda chiqqan jahon chempionatiga jamoani 34 yildan keyin bu yerda chempion qilish va ajoyib his bo'lardi bu tuyg'u. Hayotda ham xuddi shu kabi harakat qilishsaydi, bu ham o'xshar, balkim hayotda ham harakat qilib ko'rishar. Men aytgan narsa, boshida aytgan o'sha 1000 ta obunachi yig'sa, o'sha PlayStation olaman va FC 26 o'yinda Romakaga o'xshab men ham streamlar qilaman.
To'p Gordonda Barselona yangi futbolchisi hisoblandi. Gordon ham endi Shukurov zarba yo'llashga bermadi. Zo'r zarbasi bor Otabekni ham bilamiz buni. Uzoqdan o'tgan safarga Gollandiyaga qarshi, Niderlandiyaga qarshi o'yinda ko'rdik. Niderlandiyaga qarshi o'yinda ko'rdik qanday zarbaga ega ekanligini. Eshmurodovda to'p. Eshmurodov nima qiladi? Xato pas beryapti. Husanov fatga tayladi, ulgurmadi. O'y, Eshmurodov zo'r olib qo'ydi. Birinchi bo'lim yakunlandi shu yerda. Birinchi bo'lim Angliya salgina ustunroq o'ynadi. Qani ikkinchi bo'limda hammasini o'zgartirishimiz kerak. Bu turnirda biz hali Portugaliya bilan tushamiz. Agar shu yerda g'alaba qozonsa, u yerda Portugaliya ham Senegalni yutib berish kerak. Bu uchun to'p keyinda voy bekor fatga taylandi. Keyin zarba. Voy, kerak emas edi shu narsa hozir. Endi biz qiynalamiz. Aniq ikkita gol urishimiz kerak. G'alaba uchun xo'p harakat qilib ko'raman, polibom harakat qilaman. To'p Fayzullayevda, Fayzullayev Oreliyadan o'tib keta oladimi? O'tib ketdi. Fayzullayev qanotga kirib bormoqda. Xo'sh, Fayzullayev to'xtab olmoqda. Xo'sh, Fayzullayev nima qiladi? Aylantirib, ajoyib zarba va gol, 1-1. Mana shu yerda umuman mag'lubiyatga uchramasligimiz kerak, sababi keyin turnirda yana qaytadan o'ynashimiz to'g'ri keladi. Golni qaytadan ko'ramiz. Qani, voy Fayzullayev zo'r aylantirgan ekan. Pikfordning bo'yi yetmaydi shunaqa zarbalarga. Bo'yi pastroq darvozabon hisoblanadi Jordan Pikford, lekin zo'r darvozabon hisoblanadi. Evertonning sodiq darvozaboni bu darvozabon. Bellingham to'pni oldirmoqda. Shomurodovga to'p uzatma. Fayzullayev yana Hamrobekov ekan bu. Ajoyib holdada Gexin ko'ringiz. Xo'sh, yana aldaydimi? Yo'q. Bir bor aldamoqchi bo'ldi. Aldolardi. Orqasidan sug'urtalovchi Anderson kelib qoldi. Voy, bermaylik shunaqa imkoniyatdan Bellinghamga. Bellingham kirib bormoqda, darvozadan chiqaramiz. Yusupov qaytardi. Yana bitta zarba yana qaytardi Yusupov. Super vaziyat. Ajoyib olib chiqish bo'ldi Yusupovdan. Jamoamiz joniga ora kirdi shu imkoniyatda. Alijonov to'pni qaytarmoqda. Urunovda to'p. Urunov Alijonovga. Alijonov qochib keta oladimi? Alijonov nima qiladi? Alijonov pas beradimi, nima qiladi? Xo'sh, o'zi kirib ketmoqchimi Alijonov? Andersondan o'tib keta oladimi? Yo'q, pas bermoqda. Shomurodov kirib bormoqda. Xo'sh, Fayzullayevga imkoniyat, zarba va bu ham xuddi Fayzullayev kabi gol urmoqda. 9lik yuqori burchakdan super gol. Shomurodov Eldorbek. Shomurodov dahshat gol urdi. Qarang, takroran ko'ramiz ushbu golni. Qanotga kirib bordi. Anderson ulgurmadi, zarba berish. Biroz kechikyapmiz. Anderson to'pni olib qo'yar ekan, ko'rdingizmi? Salgina kechikish va to'pni oldirish sababchi bo'lar ekan. To'p keyinda endi comeback qildik. Darvoqe biz bu turnirda birinchi comebackimiz. O'zi birinchi marta qatnashishimiz hamda birinchi comebackimiz. Xo'sh, bu yerda nima bo'ldi? Qo'yabuzarligimiz offside ekan. Bizning foydamizga bu Ashurmatov, Hamrobekov, Shukurov, Fayzullayevda to'p. Fayzullayev nima qiladi? Fayzullayev ajoyib fint qilmoqda. Alijonovda to'p. Alijonov nima qiladi? Aldamoqchi bo'ldi, Oreli alda olmadi. Xo'sh, endi keyingi qismida keyin chiqaramiz. Hozir bu mana shu o'yinni yakunlab olaylik. Xo'sh, to'p Hamrobekovda, Fayzullayev va zo'r uzatma. Xo'sh, Shomurodov ko'mib taylaymizmi? Angliyaning zarba Pikford olib chiqdi. Sizlarga darvoqe bir iltimosim, obuna bo'linglar. Biz keyingi qismlarni ham chiqaramiz. 10 ta like, 10 ta obuna, 10 ta kommentdan so'ng. Xo'sh, o'yinning yaxshi o'yinchisi Shomurodov bo'ldi. Keyindan ko'ra foydaliroq ishlar kamroq qilgan keyindan pasini, ammo Shomurodovga berildi. Shomurodov faolroq o'ynagani uchun keyin bitta o'sha goldan so'ng yo'qib qoldi maydonda. 5-levelga ko'tarilganini aytyapti bu Mabel olmos beryapti. Va biz Portugaliya bilan tushamiz. Qarang, Fransiya Ispaniya bilan tushibdi, Braziliya yutib chiqibdi. Fransiya. Sizlardan iltimos obuna bo'lishlaringizni iltimos qilaman va Germaniya yutib chiqqan ekan Fransiya undan oldin. Obuna bo'linglar va keyingi qismini chiqaramiz. Xayr.